Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbek Minecraft. Bugungi videomizda büyük battle o'ynaymiz. Bu gamer bilan o'ynaydi. Albatta bu gamer bilan SD bilan ikkita narsa bo'ladi. Nima derdi? Qancha biz birinchiga g'aroyib qurishimiz kerak. Qanamasam ketdi. Bunachilab boshlab oldi. Qutdim. Avval timnaqamizni qurib olaylik. Bitta bo'ldi, ikkita, uchta, to'rtta. Nima bunaqa chesiga qurollar mana. O'tdi. Ha, aytgancha sizlarga narsa tushganini ko'rsatmayapman. Ha. Nima deysan? Ha, ayt. Senga savolim Minecraft nechinchi yilda trend ketgan? 2011. 2011? Ha? Yaxshi. Birinchi bo'lib Minecraft'ni nima deydi? Minecraft birinchi bo'lib telefonga bedrock qachon chiqarilgan? Obunachilar sizlarga qoldiramiz. Ha, obunachilar sizlarga qoldiramiz. Bedrockga qachon chiqarilgan? Sizlar topsani, bo'ldi, sizlar malodessizlar. Minecraft 2009-yilda chiqqan. Minecraft 2009-yilda chiqqan. To'xta, biz cho'kib olamiz, to'xtab tur. Hozir yotib olaylik. Nima qilib? Already qil. Har kun bo'ladigan qil. Hozir qilaman. Obunachilar videoni to'xtatib qilaman. To'xtatganmiz. Qaberam. Yo'q. И выживание. Ha, qildim. Obunachilar qoldik. Yo'qlar. Like bosgan lot donasini Makkaga borsin. İnşallah hammamizga nasib qilsin. Kimga chiroyli chiqqanini komment yozib qo'yinglar. Biz beri baho beramiz, sizlar beri juristlar. O'zbek Minecraft biz baho beramiz, ularning o'zlari baho berishadi. O'zlari baho berishadi. Ularning o'zlari baho berishadi. Mana xo'yat. Tomi bitdi ham, hamma joyi ham bitdi. O'zini sindirsam bu ishedi. Endi nima qilamiz deymi obunachilar? Ana. Endi bitta ishni o'rnatamiz. Короче, men bir martada o'z Minecraft bir marta oshlamani Minecraft qilganimizda, build battle qilganimizda, bunda YouTube kanaliga olishim kerak edi. O'shanda u nima qilgan desam, g'aroyib uy qurish kerak deganda, vash nima qilganda? Nima qurgan? Vash nima deydi? Nima? Yo'q, vash bunga, nima deydi? To'rtta qurgan. Vash birinchi sandiqdan. Uch sandiqdan uni ilmaz, ikkinchisi yotoqdan qurgan. Yotoqdan? Ish kerak edi. Ikki men o'shanda
Mayli. Obunachilar temini qilib olganimdan keyin videoni yoqaman. Obunachilar qanday chiqdi? Normal. O'yinda tashlab kelamiz. Bunda men aytdim deb o'ylama, obunachilar aniqlaydi deb o'ylaysiz. Yana sen ko'rmadimmi? 2 menimcha ancha bit beryapti. Sen nimadan qurganingni bilmayman, lekin men watch roli chiqdi-da. Meniki ham. Do'stlar komment Qarab turing, obunachilar tegizaman 3 ta imkoniyat bo'ladi. Tegmadi, birinchisi ketdi. Tegmayapti. Yo'q, tegmadi, nomali kuylim. Qilolmadim. Oz qoldi. Muncha oz qoldi. Uy, tegdi obunachilar, tegdi. Ha. Ha, uni ham kanalga o'tib obuna bo'ling aytgancha. Kanalim ana u ham video o'tdi hozir do'stlar. Uy, tegadi. Men kanalga obuna qo'yinglar do'stlar, o'sha bo'lib chiqdi. Yo'q, tegadi o'tdi obunachilar. Qani edi nima? O'sha molga tikishim kerak. Bitta imkoniyat ketdi. Ketdi. Shok ketdi. Lekin mana qarab ketdi. Oy, obunachilar, biz bitta narsa qilmabmiz-ku. Bilmadim. Yo, obunachilar. Ne bulan tuk. Yo, bana rahat kıl. Obunachilar, Sanda qalay ketyapti ishlar. Nima deysan? Sanda qalay ketyapti? Obunachilar sizlarga o'zibdi. Kamonchiligimni ko'rsatib qo'yaman. Oz qoldi. Kamonchiligim. Shuncha yil o'qidim. 150 mingdan to'laganlarim. Ana. Neni tegamiz? Ona. Kamonchiligimga kim ishondi? Endi ishonmadim. Uy. Bir qadam qoldi. Ha, bitirib bo'lib o'ynab yuribman. Turingga obunachilar. Do'stlar, bu birinchi qism xafa bo'lmasizlar. Ikkinchi qism chiqadi. Agar video yoqsa, ikkinchi qismni vizillatib chiqarib olamiz. Buning uchun Bo'ldimi, bitdimi? Ha, sekira aytdi bitgan. Yo. Onu qo'lga tegishim kerak. Ha, bo'ldi dedim-ku. Birinchi kim ekan ko'ramiz. Birinchi sekini. Давайте, mavjud bo'ldim. Voy, nimalar qilib tashlading? Vashku, do'stlar, vashi. Mana bu ishga kiralik. Ana. Tagiga yechib qo'yma. Xo'sh. Kripto guruh bo'lsa-ham bitta portlatsa, ishon, har qanday ko'radi, bilda. Vashi bo'ldi. Молодец.
do'stlar, agar o'zi Minecraft yo'qqa bo'lsa, kommentariy o'zi Minecraftga yaxshi deydi. Aynan demakdan o'tamiz. Hozir. Tanasi qo'lim. Yaxshilab ko'rib olsin mana. Baho beringlar 1dan 10gacha o'rnikidan. Ikki yaxshi chiqqan, tez chiqinglar ko'rdim. Yeshini bitta harf topolmaydim. Kitdi. Yo, tez bu. Buni Minecraft. Bu deb yozibdi. Do'stlar, chiq, demakdan ko'ramiz. Tayyormisiz ko'rishga? Ha? Mana. E, Bombami? bomba emas. Vashshlik saman ichlarga. Do'stlar, cho'ta bo'yi chiqaraylik qo'ydim men meki zo'r bo'lganiga. Buzmay chiqayi-ku. Buzma. Tanol kim gitti? Albatta obunachilarimiz aytadi. Obunachilarimiz aytgan, do'stlar meki bu sindirmay chiqardini. Bu do'stlar chidamaslik qo'ydi. To'xta obunachilarim yaxshi ko'rib olsin. Bu sindirma. Sindirmaydi. Ishilarni chiqartimi sindirma. Uyam chichib bo'lgan ekan, eshigi yo'qmidi menga. Bu do'stlar o'zingizga baho bergan cho'ta chidamaydi. Kim chidamas? Sen chidamas. Bu chidamas deb yozing obunachilar. Do'stlar, like bosib agar yoqdan bo'lsa, qabul qo'yinglar. Ikkinchi qismi ham bor-a? Ikkinchi qismi. Yo, bitta qismda olaveraylik hozir. Yo, men obunachilarim yaxshi aktiv ko'rsatish kerak. Buning uchun ikkinchi qismda nima qurishimizni bilib olaylik. Nima quraymiz? Audio yozma, masan yozmadim-da. O'zbu Minecraft ismini yozamiz. Do'stlar, o'zbu Minecraft ismini bilgan bilasizlar? Yozmayaptimi kerak? O'zbu Minecraft ismini do'stlar sizlarga aytib qo'yaray. Aytaram o'zbu Minecraft. Aytaver. Javohir, albatta uni oldingi nomi Javohir Gaming bo'lgan. Javohir. Do'stlar. Obunachilarni noto'g'ri yozarman. Buni ham, seni ham ismini aytaman. Bo'ldi. Men ismimni do'stlar keyingi videoda aytaman. Hayır. Obunachilar sizlarga aytib qo'yaveraman. Buniki Abdurahmon albatta. Obunachilar keyingi qismini hozir oralaymi yoki nerga safarmi? Chatga yoz, chatga. Bitta xayr. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Obunachilar hozir video tugadi. Obunachilar. Sizlar obuna bo'lmasangiz mana shunda otib tashlayman. Obunachilarim yaxshi. Yomon emas. Obuna bo'lmani. Yo, obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Obunachilar, sizlar bilan biz O'zbek Minecraft bo'ldik. Bugungi videomizda biz shu büyük battle qildik. Obunachilar Hop, obunachilar, bo'pti.